Mesela iset nimiş qilib qolgan bo'g'aytim baxijal oldir baxijal jima faqat xafamizlar akajima men de o'tibdi Tuqanmay qoldim bu nimada xishlovlab qoladi deyman. ya menda bir Sizdan taqa xush bo'lsak qo'lida. menda xo'shma Xo'sh. men bir xato qilib qo'ydimki Sizlar deyman bizga ishonchlik, xotirjam mashinani sovuq qilganlikdan biz pul xajlagan bo'lsakmi ishonchlik. Mana shunda yaxshi avtomobil setib olganlik xush bo'ldik. sovuq qildi desizlar yana haqli qo'pib bakar baga o'xshaydi deb qolmasa so'g'at emas sotgan mashinam gibi qanchalik bo'ldi mashinangizga Mashinani 20 kun bo'ldi. 20 kun bo'ldi jur'a mashinangizni tugib yubordi mashina obdan chiqdimi Mashina bir yushang mayni qachlabdiq. Kech kunduz ey desakmi bir tal shiriq tirik ovoz chiqmadi. ovoz chiqmadi mashina sizga xush bo'ldik. tashkurab sotganmidik ya tashkurmaylarmi og'amitingiz Teşkürüp qilindib abirib men teşkür etmedim lekin o'zim sizlarga teşkür etmasammi mish Ablatjonning mish og'izda chiqqan gap qasasa oldim lekin yan shundaqdimi teşkürgandek mashina 100% yaxshi chiqdi. qani xush bo'ldi. qani mashinalar Aynan. nima bugun resmiyatning shu bilan kelib qoldilar Resmiyatni bugun bir bijra qanchinchi yilning shu yil soldi bu 15 15ninki qancha pul qoldingiz 38 mashina 38 ming qoldi. 38 ming ko'ga transfer avtomatik o'tma shu shundami Sizdan bo'ldi sizlar razı bo'lgan bo'lsangiz endi biz tugunning yoq davatimiz endi bizgan shu atiya o'g'in tatib boshlaymiz motor korpusini endi 5000 kilometr sifat kapolat deb satimiz deyishdik o'zingiz ko'rdingiz aytgandan yoq men bir-birlab fikr taklifini ilib bu odamning ideyasini birlikka keltirib qo'ymoqmi asos emaskin shu masajlig'inglar qilinglar masajlamanglar chiqib sanli bo'ldi deb dedik netisini chiqarib aytganmi bo'ldi netis o'z xohlab chiqib ketganmi bo'ldi degandek endi shunday tijorat ilib beryapmiz rahmat sizlar mashina xotirjam haydayapsizlar biz shunga xo'sh biz hech qanday mashincha bizning bozorda hech qanday mashincha bir buzuq mashina sotsakken bir chatoq narsani kirib sotsakken demaymiz mashinamiz yaxshi chiqib bersa biz xotirjam bo'lsak biz xaridor bir xotirjam haydasa ekan deb arziymiz biz hech qanday mashinaning buzuq chiqib qolishini yo buzilib ketishini faqat xohlamaymiz mashinalarmi obdan chiqibdi sizlarmi razı bo'plar sizlarga rahmat bunda bizni bir yot etib kelgan sizlarmi doim Pintailda ham Shipon hovlida men 5000 kilometr adam mishlar degachga bizim ishlab shakilib mashina setib oldik necha vaqt ham mashina setish planim bordi lekin ishonchli o'rin topolmay turib qolgan bu qitim to'xtab turang deb shakilib besh qatak boshqa bozorni ko'rgan bo'ldik yana ishonchli mashina topmag'achqa ham shakilib Ablatjon bilan bu yerda mashina ilim birim qildik Vallahi ishonchli baland mal tutdi ekan bo'ldi men nayt xursand bo'ldim bizning mashinadan mulozimatlarimizdan Janubiy Shinjon xalqaro avtomobil shaharchimizdan bijadan mashina setiblab xotirjam bo'ldi hech qaytsa bo'ladi ekan razı bo'ladi ekan biz shu va'damiz bo'yicha mashina setib olishga 3 oy 90 kun 5000 kilometr yo'l mang'ichamdak sifat kapolat mana bizdan beralamiz buni tepib xaridorlarimizdan keng xalq ommasdan ekan qolgan sifat kapolat bizdan shunda holat tijorat tepib joyida ishlatganimga men xush bo'ldim rahmat sizga men akamizmi hamda haydab chiqib ketganda 20 kun bo'ldi 20 kundan keyin kelib ta'siroti bu meni ko'ptirib chiqib olgan yo'q yoki sizga mashinaniki rasmiyatni biz qo'yib turibmiz ishga so'zlab asli degan gap yo'q bakag'aga yerimiz yo'q so'g'atga yerimiz yo'q pulga sotdik foydalib sotdik shundami ya to'g'ri lekin shu akamizmi shuni qo'shilib mashina yaxshi chiqdi deb mana haqiqiy o'z ishchidan xushallik bilan so'zladi nima gapni shuni anglasak biz o'zimizmi shunday qo'shilib ko'tarang bo'lib qolamiz maqsad nima desa biz setishlam emas bir sifatli narsadan ta'minlaylik deyishni maqsad qilamiz shu do'stlar endi bir avtomobil lozim bo'lib qolsa ikkinchi qo'l avtomobil xotirjam kelaveringlar ehtiyojing chiqidek avtomobildan biz ta'minlaymiz sifat kapolatga biz ega qilamiz 5000 kilometr 3 oy zot bo'shan berib motor korpusiga buzilib qolsa mana egisi biz bir remont qilib qopimman aytib sizni bir punchdan chiqib qolmay yana yo'l solamiz mana bizning bozorning alaylik rahmat do'stlar xayr xo'sh